O'zi golni mana shunday nishonlash juda chiroyli chiqargan. U17 terma jamoamiz Qatarda o'tayotgan mundialni ajoyib boshlashdi, kurashdi, jang qilishdi. Bilasiz, raqib navbatchi raqib emas. Bo'lib ham Lotin Amerika vakili. Bilasiz, Lotin Amerika jamoalari katta-yu kichiklari oxirigacha kurashishadi. Ular ham kurashdi va debyut o'yinda biz 2-1 hisobidagi ajoyib g'alabani qo'lga kiritdik. Azbek Abdumuminovdan dubl o'zi kiritgan har ikkala golning qiymati vazni bir xil bo'lsa-da, birinchi gol super chiqdi do'stlar. Qarshi hujumdan va bo'lib ham mana bunday zarba bilan hisobni ochdik. Ikkinchi taymda 0-2 hisobda ortda borayotgan Paragvay tabiiyki qo'shdi va o'yin so'ngida penaltidan hisobni qisqartirdi. Keyingi turda esa bizni yana jiddiy raqib kutmoqda. Ayni paytda guruhda birinchi o'rinda ketayotgan Irlandiya tabiiyki 3 ochkoga ega, xuddi biz kabi, lekin kiritgan gollar ular 4 ta gol kiritishgan, biz 2 ta gol kiritdik va biz Irlandiyaga qarshi guruhdagi yetakchilikni qo'lga olish uchun o'yin o'tkazamiz. Yigitlarimizga, murabbiylar shtabiga va u yerdan bizning yigitlarimizni kuzatayotgan muxlislarga omad tilaymiz va keyingi o'yinlarda albatta yigitlarimizga g'alaba tilab qolamiz. O'zbekiston juda ham chiroyli boshladi va do'stlar, bu to'piga keladigan bo'lsak, O'zbekiston Qatar Bunyodkorda iyun oyida bo'lib o'tgan o'yinda tarqatilgan do'ppilardan esdalik uchun olib qolganman va tashkilot